to'g'ri bo'ladi. Oilangdagi birinchi millioner bo'lmoqchimisan? Unda shu 3 ta maslahatimga quloq sol. Birinchisi, oilamdagilar ota-onam pulga to'g'ri munosabatda bo'lyapti deb hech qachon o'ylama. Agar ular to'g'ri munosabatda bo'lganda allaqachon boy bo'lishardi. Da ularni hurmat qil, qadrla, e'zozla, lekin shu narsalarni tushun, ularni pulga bo'lgan munosabati to'g'ri emas. Ikkinchisi, qiyin, og'ir mehnat seni boy qilmaydi. Shuncha fermada, shuncha qurilishda odamlar ishlaydi, beton qo'yadi, g'isht qo'yadi, mollarga qaraydi, ular boy bo'la olmaydi. Chunki bu sohalarda taklif ko'p, talab kam. Sen aqlan rivojlansang, bu dunyodagi 99% insondan o'tib ketish ehtimoling baland. Chunki insonlar o'qishni, harakat qilishni xohlashmaydi. Oxir-oqibat og'ir mehnatdan boshqa choralari qolmaydi. Uchinchisi, biznesmen bo'lish. Biznesmen degani bu faqatgina soha emas, bu olib sotdi boshqa narsa emas. Bu fikrlash, bu madaniyat, bu sotish qobiliyati, bu insonlarni tushunish. Hamma muammoni ko'rganda sen yechimni ko'ra olishing. Mana shu narsa biznesmen. Mana shu narsani sen shakllantirish orqali, ilm olish orqali, o'z ustingga harakat qilish orqali, riskdan, mahsulotdan qochmaslik orqali sen millioner bo'lish ehtimoling yuqori bo'ladi. Tushun, agar shu narsalarni o'rganmoqchi bo'lsang, seni top 1% jamiyatda tutaman.